Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texnik ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisilar saboqdoshlar. Bugun so'zlaydigan darsimiz psixika analiz. Psixika analiz degan nimasi? Odamning psixikasini to'g'ri analiz qilish. Chunki nurg'un vaqtda odamlar o'zining aslidagi hissiyotlarini, o'zining demoqchi bo'lgan gaplarini yoki o'zining aslidagi ibtidoiy talablarini asosan yushirib ifodalaydi. Agar biz buni tushunmasak, kishilarni to'g'ri tushunishga bo'lgan bir xil bizning iqtidorimiz kamlab ketadigan gap. Onda odam uchun haqiqatan da ta'sir degan haqiqatan da ta'sir. Chunki odam intayin murakkab bo'ldi. Odam degan so'z odatda latin tilida person deb ataldi. Ingliz tilida person deb ataldi. Endi buni latincha asli nusxasidan kelgan so'z personadan kelgan. Persona degan nima degan gap desa, niqob degan gap hamda bu. Yoki maska, niqob degan ma'nosi bor. Masalan, Uyg'ur tilidagi personaj degan xatmi mush orqali kelganda, mana shu aytgan vaqtda ular odamni faqat personaj deb ataydi. Unda ular nima personaj deb atagan? Chunki odam real dunyoda yoki shu o'zining kichik hayotida aslidagi ibtidoiy bo'yicha o'zining aslidagi holati bilan yashamdi degan unda emas. Ular asosan personajlik rolini o'taydi. Balki hayotning ma'lum bir qismida yoki bo'lmasa hayotning ma'lum bir sohasida yoki ma'lum bo'lim pushqoqlarda har xil personajlik rolini o'taydigan gap. Unda biz o'ylab boqaylik, odam nimishqa personajlik rolini o'taydi? U nimishqa o'zining aslidagi holatini ifodalamaydi. Buningga tek hozircha olimlar javob bermadi. Ammo mening ko'z qarashim bo'yicha, mening shaxsiy go'daklash ko'z qarashim bo'yicha odam o'zining asli ibtidoiy holatidan seskindi. Aslidagi holatini yaxshi ko'rmaydi. U o'zining ashundoq bir xil bema'ni xiyollarni, bema'ni tuyg'ulardan numus qilish mumkin. Shu u asosiyatdan o'zini urab qachilab ifodalaydi. Yoki o'zini har xil niqoblar orqali boshqalarga boshqasi bir ta'sir berishni o'ylash mumkin. Chunki kichik munosabatim shikadan paralashayotganda o bir-birisi hargizmi o'zining aslidagi holatni ifodalamasdan asosiyatdan bir-birisiga yaxshi ta'sir berishni ham o'ylaydi. Shunga bugungi darsimiz orqali odamlarning bu xil niqoblarini yechib tashlab, qandoq qilgan vaqt biz odam tushuna olamiz. Odam zoti nimalardan tuzilgan, odam qandoq parcha bo'laklardan tuzilgan bir odamning bir tal odamning qanchadani qismi bo'ladi. Qaysi qismi nimaga vakillik qildi, qaysi qismi uni nimaga yetaklaydi. Bugun shuni o'rganib chiqamiz.
Bunu sözleştim burun ben psixoanalizini o'ttirib qo'yuvchi Sigmund Freudning men nazariyasini bir deb bitib ketishim kerak. Men degan nima esa mundaq bir vaqt odamning 3 tal qismi. Odamning bu 3 qismi o'zaro bir-biriga ta'sir qilish orqali onundan o'zini shakllantiradigan gap. Unda odamning bu 3 qismi, ya'ni 3 men deb ataymiz. Qaysi esa birinchisi it qismi. It qismi munosib etgan vaqtda uning ibtidoiy qismi, tug'ilgan vaqtda mavjud bo'lgan qismi. Buning asosiyatdan nim prinsip bo'yicha ma'nosi huzur prinsipi bo'yicha ma'nosi. Bu odamni huzurga intildirdi. Qandaq huzurga esa, masalan, bu vaqtda qandaq huzur talab bo'ldi, qandaq ehtiyoj talab bo'lsa, uning yemek-ichmek bo'lgan ehtiyoj, uningga ichimlikka bo'lgan ehtiyoj, uning isinishga bo'lgan ehtiyoji, ondan tug'ilishdan boshlab odamda hayotlikni davomlashtirish ehtiyoji, ya'ni jinsiy ehtiyoji taqlim mavjud bo'ldi. Demak, bir odam tug'ilgan vaqtda ibtidoiy men holati tug'ildi. Bu menning alaylik nimasi odamni hayot qilish uchun bizga nurg'ulg'an talablarni o'ttirib qo'yib berdi. Masalan, qo'saq ochganda cho'qim shu qo'saq ichish, tamoq yeyish ehtiyojini paydo qildi. Agar u ehtiyoj qondirilmasa desa, ibtidoiy menda bearamlik paydo bo'lgan gap. Shu bu vaqtlarda odatda qo'saq ochgan amali yig'lab turdi. Hargizmi opam tamoqqa ityotdi, men birdam saqlab turib yig'laydi demaydi. Yoki bizning ta'rif qilg'iz kelib qolsa, darhol ta'rif qildi. U hargizmi ama opam olgan qimmat gilimti deb o'tmaydi. Demak, bu vaqtdagi bu ibtidoiy men qandoq bo'ldi desa, uni barliq talablarning shu an urundilishini umid qildi. Unda bir narsa yekillendi, ibtidoiy menning alayik nimasi o'mush 5 xil ehtiyojni talab qildi va bu ehtiyojlarning darhol shu aman baja keltirilishini, azroqmi kechiktirishni xohlamaydi. Biz bu vaqtni ham assak bo'ldi. Bu vaqtlar har qanday talabini darhol tayyor qilishni umid qildi. Agar uning talablari ozroq oqil so'z olsa, uning badanda bearamlik bo'ldi. Bu bearamlikni yig'lash yoki bo'lmasa, o'zini yaga urish orqali ifodalaydigan gap. Bu bizni so'zlamoqchi bo'lgan birinchi men bo'ladi. Yo'qimiz bu vaqtlarni yana eslab baqsaq, bu vaqtning kallisida boshqalarning, qo'shnamning deydigan tuyg'u bo'lmaydi. U nimani ko'rsa, shuni o'zining meningmi shu deb qaraydi. Shuningga erishgisi kelsam, erishiman deb qaraydi. U hargizim boshqalarni o'ylab o'tmaydi. Nimish qolsa ibtidoiy shu odam huzur beradigan har qanday bir narsaga o'zini intildirdi. Endi Sigmund Freud bu ibtidoiy menga ism qo'ygan vaqtda nim deb ism qo'ygansa, nemis tili bo'yicha das ist deb ism qo'ygan. Das ist deganning o'zi nim deganga bevosita tarjima qilsak, inglizchadagi it yoki xanzurchadagi ta degan xatni bildirdi. Endi bu ta degan xat hargizmi odamlarga qaratilgan ta emas. Bu narsalarga qaratilgan ta. Ya'ni bunday u degan gap. Biz ham da Uyg'urchada mayli odam bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, mayli narsa bo'lsin, hamma u deymiz. Ammo ingliz tili, latin tillarida bo'lsa, o'g'ishtiradigan xatlar o'xshamaydi. Demak, bunda ochib aytgan vaqtda Freud bu ismni das ist degan ismni qo'ygan vaqtda odamning mushu ibtidoiy qismini bir xil hayvoniy qismi deb atagan. Hayvonlarcha bir ehtiyoji, hayvonlarcha bir yashash usuli deb qargan. Endi bu xil yashash usuli qachonga davomlashsa, 3-4 yoshgacha davomlashib mengiyverdi. 3-4 yoshgacha bu balada asosiyatdan mush 5 ehtiyojning skins bo'yicha mush 5 ehtiyojning uni boshqurishi yoki uni mashg'ulot qilish bilan yashaydigan gap. Ammo bag'ansi reallikda biz hammamiz bilamiz, cho'ng bo'ldi hamda. Adam cho'ng bo'lgan vaqt hargizmon o'zining barliq o'ylaganlari yoki ehtiyojlariga darhol erisha olmayman deb qarmaydi. Masalan, dars anglayapsizlar, agar birasini qo'z qechib ketsa, darhol qo'poplam, tomoq yeb ketmaysizlar yoki yig'lab ketmaysizlar. Nima ish qilsa, chunki real dunyoda yashayapsizlar. Bu xil ehtiyojlarning darhol qondirilmaydiganligini bilasizlar. Shundan ikkinchi bosqichda qaysi men bizga qaytiladi, qaysi bo'lkimiz qaytilsa, reallikdagi men qaytiladi. Reallikdagi menning asosiy roli nima deganda, reallikdagi men asosiyatdan huzur men uchun xizmat qiladi manda asfatan. Huzur menning barliq talablarini o'rindash uchun plan tuzadi. Undan bir bu vaqt yig'ladi, tomoq yeb qoldi, nayt tizla. Ammo cho'ng bo'lgan vaqt qo'sqashdi. Qo'sqashgan vaqt hargizmi u yig'lamaydi yoki darhol uning ehtiyoji qondirilmaydi. Unda bo'lsa reallikni men qanday qildi bo'lsa, uning qo'sqa ichishdek, ya'ni tomoq yeyishdek ehtiyojini chuqur ma'lum usulda qondirdi. Yoki bo'lmasa, sizlar ma'lum odamning qo'lida dağlıq bir üzang küzang chiroyli ko'ringan bir telefonni ko'rib qoldinglar. İbtidoiy men nim deydi degan vaqtda, "Oy telefonni olmamsa" degan bir ehtiyojni qo'ydi. Biroq sizlar unda qilamsizlar, unda qilmaysizlar. Unda reallikdagi men sizning ibtidoiy men tarafidan o'tirib qolgan bu ehtiyojingni qondirish uchun tirishadi. Qanday qilish mumkin?
u balkim tirishib pul tepib elish mumkin yoki bo'lmasa bulab elishi mumkin ish qilib doimanning ehtiyojlarini bu reallikda men nim qildi desa qamdoq ma'noda albatta bu talablarning ichida doiman talablar ba'zi biyman talablar bo'ldi bu biyman talablarni reallikda menning o'rindishi mumkin bo'lmaydi masalan bir bolaning tuyuqsi uchqisi kelib qolgan bo'lsa buni reallikda men hargiz buni o'rinlayolmaslik mumkinda Әмді адам çoğun buluş jarayonida 6 yaşdan o'tib ketgandikinlar prinsip men barliq keldi. Endi odamning prinsip qismi keldi. Prinsip qismi asosiyatni nimalardan tuzilgan bo'ldisa, prinsip qismi odatda ota-onaning uning singdirgan tarbiyalari, manda qilsang bo'ldi, manda qilsang olmaydi, ma xato, ma to'g'ri deydigan. yoki jamiyat kodlari degan jamiyatning nizomning qoidalari. Aniki maktabning uning singdirgan to'g'ri xatolik o'lchamlari, eng oxirida odam nima shakllantirsa, prinsip meni shakllantiradi. Prinsip menning asos rol nimasi? Bundash bir vaqtda u insonning bir xil axloq o'lchimini bekitadigan odamda bir xil biyaramlikni, vijdon, numus qilish, qatorliq pushaymon qilish, qatorliq tuyg'ularning hammini yaratadigan qismi. Chunki doimanning ba'zi talablari yo'ldan eshib, ya'ni boshqacha bo'lib ketgan vaqtda yoki aqli muvofiq bo'lmay qolgan vaqtda prinsipman buni numus qilish tuyg'usini paydo qilib buni to'sishi mumkin. Unda bo'lsa biz mush hayotlik jarayonida 3 manbarlik keldi ekan. Birisi nima ekansa huzurman, ikkinchisi nima ekansa reallikman, uchinchisi nima ekansa prinsipman. Unda bo'lsa bir odamni biz odam deb tushunishdan burun 3 xil qismini bilishimiz kerak. Unda men bundaq bir yig'in chaqlab o'tay. Bundaq bir oddiylashtirib mangayli. Huzurman qandaqsa, huzurman reallikka bo'ysundigan narsa emas. U qandaq badan nimani xohlasa, u nimani orzu qilsa, shu talabni bizga qo'yib turib oladi. Reallikda menchu desa, avval bu talabni qo'ydi deylik. Bu talablarning ichida ba'zi bema'ni bo'ladi yoki ba'zini shuvan urundashqa biz amalsiz qolamiz. Bunda vaqtda prinsipman tusidi. Sen unda qilsan bo'lmaydi, bunda qilsan bo'lmaydi deb buni tusidi. Masalan deylik, bir dada bir balani agar urib qo'ygan bo'lsa, ya tillab qo'ygan bo'lsa, ibtidoiman nim deyish mumkin, huzurman nim deyish mumkin, sen nima ish qildi, sen mana urib berishing kerak. Urib olganda senda bir xil yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi deyish mumkin. Ammo prinsipman unda qilmaydi. Prinsipman qanday qildiysa buni tusidi. Yo'q, u sening dadan unda qilsan qat'iy bo'lmaydi deb buni tusidi. Unda bu energiya keldi. Unda reallikni men qanday qiladi? Bunga bo'ysunib dadan uramdi, unda qilmaydi. Unda butunlay buningga bo'ysunib bu energiyani yana uning ochchig'ini yo'qlayib ta'landi, unim yo'qlayib ta'maydi. Unda asli uning tasib bo'lgan ochchig'i nega ketdi? Chunki bu bir energiya. Ashundaq nim qil dedi. Prinsipman cho'lsa, unda qilsam bo'lmaydi dedi. Unda bo'lsa qandoq bir taraf qilish kerak? Mana biz, ya'ni reallikda men hozir biz mushini ma'ningimi yomon ko'rinmaydigan, ma'nimi cheklamaydigan usulda bir taraf qilamiz. Qandoq bir taraf qilish mumkin desa, balkim bu bola taloq chiqib müşkün bir tip içim mümkün. Ya komisa tamamda birini urib içim mümkün. Ya komisa dostlarla uruş qilish mümkün. Demek bu usulda yötkeş sular arqali, yani açıq hissiyatını ma'lum odamga yötkeş sular arqali bir taraf qilish mümkün. Demek adam yashash jarayonida ma'ning talablari, ma'ning buni tusishi asosida bir xil turmush kechiradigan gap. Hamda men bayatdan bir deb o'tib ketdim, ibtidoiy menning talablarning ichida tamoq yeyish dedik. Ham bu tamoq yeyish cho'ng bo'lgan vaqtda nimaga aylanib ketdi bo'lsa, mol dunyoga bo'lgan intilish qiborlik keldi. Mol dunyoga bo'lgan intilish. Masalan, bu tuyuqsiz buning millioner bo'lg'is kelib ketdi. Sen pul topsan, cho'qim jiqroq pul tepishing kerak deb ma'lum bir narsa o'tirib qo'ydi. Prinsipman cho'sa buni tusudi. Sen hozir buni topolmaysa, buning uchun sen tirishing kerak. Sening bunda xiyoling xato. Hozir boy bo'lish xiyoling xato dedi. Reallikda men qanday qildi? Reallikda men albatta buni orzusini yo'qlab o'tmaydi, bostirib o'tmaydi. Ammo ma'ni cho'sa buni yo'q qilib o'tmaydi. Normal sharoit asosida bu qanday qilish mumkin desa, ma'ni ehtiyojini har xil usullar bilan, balkim vaqtni so'zash orqali yoki balkim bankini bulash orqali ish qilib, ma'lum usullar orqali buning ehtiyojini qamdab berdi. Yoki bo'lmasa yana bir misol olsak, ibtidoimenning yana bir asos qaloylik nima desa, hayotni qamdash uchun jinsiy ehtiyojni to'xtamay odam chiqarib turib oldi. Masalan, o'ylaylik, bir bola yo'lda ketib bordi. Bu ketib bilan bir night kelishgan chiroyli bir qizni ko'rib qolgan bo'lsa, buning ibtidoiy men nim deydi desa, sen darhol qizni yoniga berib,
uni sen ap geçip ket ya bo'lmasa sen uning o'zing yaxshi ko'rganligingda siz men tegamsizlar ya bo'lmasa ish qilib darhol uning qanday tuyg'u paydo bo'lsa ash qizning oldiga buni intildirdi Saçını yine bağ dep intildirdi. Ama prinsipmen bu hata. Senin bunda qilishing butunlay xato. Chunki sening unda qilgan huquqing yo'q. Bu degan boshqa bir odam bunda qilsan xato bo'lsa, bunda qilsan sen xijil bo'lsan deb har xil prinsiplar bilan buni to'sidi. Unda bu energiya nima ketidi? Reallikni men qonda bir taraf qiladi. Reallikni men balkim buning aşı intilishini oqiga suzish mumkin. Balkim boshqa birisi bilan balduroq to'y qilishga nisbatan ilgiritish mumkin. Ammo bu energiya, yani onun chiqargan energiyasi hargiz yo'qolib ketmaydi. Yoki biroqlam uni o'rindamaydi. Qanday qildi bo'lsa, uni o'rindash uchun har xil amallar bilan buni masalan to'y qilish orqali, boshqa birisidan to'y qilish orqali bo'lsa-mu, uning bu energiyasini bir taraf qilish mumkin. Demak, biz odatda turmushda bir odam yashash jarayonida mana shu menning odatda o'zaro rol o'ynashi, o'zaro funksiya tuzish bilan yashab mangdigan gap. Unda odamning aslidagi qiyofati qaysi esa ibtidoiy ma'no oldi. Uning reallikda hozir holatini emas, ma'o. Uning ko'z qarashidagi o'zi kim bo'lsa, ma'o. Hamma odam ma'ning iskenchisi bo'yicha mangdi. Ma'ning talab bo'yicha biyaram bo'ladi. Chunki har bir qatim talab o'rindalmasa, odamda biyaramlik paydo bo'ldi. Ama reallikda menchi bo'lsa, mushkis o'rtasida murassa qildi. Mushkis o'rtasidagi kurashning o'rtasi kirib qolgan bo'ldi. Ya'ni bizning ibtidoiy bunday qildi desa, prinsipga men buni to'sdi, reallikda men mushkis o'rtasi qilib murassa tushdi. Buni har xil usullar bilan nima qildi degan vaqtda bir taraf qildi. Shuni Sigmund Freud bu xil nazariyani o'tirib qo'ygan nima dedi desa, kimning ego, ya'ni mushu reallikda ma'noti qancha kuchli bo'lsa, bu ikkisi o'rtasidagi munosabatni yaxshi tanishib olsa, u psixik sog'lom bo'ldi dedi. Agar u butunlay ma'nos kansiz kirib qolsa, eg'ib ketib qolsa, yoki eg'ib ketib qolganda bo'lsa, uni hayvoniy qismi eshib ketadi. U chaqda u jamiyatga bo'lsin yoki ma'lumizning rayoni bo'lsin, buzg'unchilik xarakterlik. U mandash aytgan yo'ldan chiqib ketgan holat hisoblanadi. Chunki bu buning iskanchi kirib qolgan vaqtda odam butunlay xato yo'lda bo'lib qoldi. Unda bo'lsa butunlay ma'nos iskanchi kirib qolganlar bor. Bular bo'lsa, bular jamiyat hammasini qo'rqaydi. Har qanday ish qilishdan jur'at qildi. Manda qilsam xato, anda qilsam xato, manda qilsam xato deb nurg'un xatolarni ishga kirib qoladi. Unda qanday bo'lsa normal bo'lsa, bu ikki o'rtasidagi munosabatni to'g'ri tushunib, to'g'ri bir taraf qila olgan vaqtda ondan bir odam o'zining sog'lom bo'lgan ro'yi kayfiyatini saqlay oladi. Şun biz şu bugünkü dersni men so'zlab bo'lgandan sizlar mayli darscha o'zingni maktab jarayonida yoki bo'lmasa shu jamiyatga chiqish jarayonida o'zingizga ushmanga yaxshi diqqat qilsanglar, buni texmi yaxshi tushuna olasizlar. Sizlar zodi o'zingizning hayvoniy qismiga, ya'ni ibtidoiy ma'nodagi bekarak berilib ketib boramsizlar. Yoki o'zingizning prinsipdagi avliyo qismiga bekarak berilib ketib boramsizlar. Bu ikki o'rtasidagi munosabat cho'qim tanishish kerak. Eng sog'lom odam qanday desa, mushini kuchaytirish. Yani bu ikisi o'rtasidagi muvozanatni. Unda ma'niki mazmunlarga nima ta'sir qildi? Buning mazmunlarga birinchi qo'l ta'sir qilgan ota-ona. Shu ota-onaning bir bolaga qilgan tarbiyalari intayin muhim bo'ldi. Agar u bir xato tarbiyani berib qo'ygan bo'lsa, u chaqda prinsipmanda to'g'ri prinsiplardan boshqa qiysan bo'lmaydigan xato prinsiplarmi ba'zida yushilinib qoladi. Bunda yushilinib qolgan vaqtda bu bola cho'ng bo'lgan vaqtda qiysin bo'ldigan ishni prinsipmanning tufayli qilolmaydigan, jur'at qilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Masalan, men nurg'un ota-onalarning masalan bolalarning kiyim masalasi bilan jiqaplashib olganligini jiq ko'raman. Masalan, kiyiming mehnat bo'lib kelsa bo'lmaydi degan. Unda esa prinsip menga qanday bir mazmun qaytilsa, kiyim mehnat bo'lmaydi dedi. Unda esa ibtidoiy men bo'lsa mehnat qil, sen shundoq to'xtamay u yerda o'yna yoki daraxt yamash yoki dumlab o'yna deb huzurga boshlaydi bu munosabat qanda. Maç olsa kiyim mehnat bo'lmasa unda qilsan bo'lmaydi dedi. Unda qaysi to'g'ri? Demak, bir bolaning hozir kiyimini mehnat qilish to'g'rimi yoki prinsip men bo'yicha kiyimini mehnat qilmas to'g'rimi deganda, bu albatta kiyimini mehnat qilgani to'g'ri. Nemish kiyimini mehnat qilgani to'g'risi, bir kiyimini mehnat qilgan bola nimani tushuntirib tursa, uning muhit bilan bo'lgan aloqasining kuchayotganligi, uning muhitga bo'lgan tushunchasining kuchayotganligi, harakatining ko'p bo'layotganligini tushundirdi. Bundaq bolalar uchun cho'ng bo'lgan vaqtda uning dunyo ko'z qarashi bo'lsin yoki qimmat ko'z qarashi bo'lsin, ilg'orroq bo'ldi.
Mabal kiyimini mehnat qilmaslikqa tirishgan bolchi bo'lsa, cho'ng bo'lgan vaqtda buning kiyimini mehnat qilmaslikqa bo'lgan prinsipman keyin o'zgarib, uni nurg'un ishlardan, balkim orzusini amalga oshirishdan yoki o'zining o'ylaganlariga jur'at qilolmaslikdan yoki ashni qilsam xatomiki deb o'ylab qilishini keltirib chiqaradigan gap. Shunga ota-onalar prinsipmanni shakllantirgan vaqtda diqqat qilmasa, ba'zi shu xato bo'lgan qilmaslik kerak o'y fikrlarini singdirib qo'ysa, bola buning ta'sirida o'zining ibtidoiy intayin bir kuchliq bir g'oyiviy tuyg'ularni amalga oshira olmaydigan bo'lib qoladi. Shunga bolalarda men bayatim bir deb ketdim, ush deyish mumkin bu. Ama prinsipman bo'lsa, ushsang bo'lmaydi, xato deyish mumkin. Endi bu ush degani qaramoqqa mumkin emaslik turgan bilan amaliyotda bu ibtidoiy menning odamni nimaga intildirishi degan vaqtda yuqoriga intildirish bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda biz albatta ibtidoiy menga bo'ysunishimiz mumkin. Garchi biz ucholmasakmi, ucha oladigan narsa yasalishimiz mumkin. Shunga bu ikkisiga qandoq bir taraf qilish, qaysiga ba'zi bo'ysunish, qaysini ba'zi rad qilish bu bek muhim narsa. Agar siz butunlay ma'noning kirib qolsangiz, men bayatnim hech nima qila olmaydigan bir holat bir Bırakmamanın kirib qalsanız bo'lsa, doimlar chataq terib qo'ydigan xato ishlarni, bularni mandash qilgan vaqtda badininiz, ro'yitingizni boshqarib qo'ydigan ahvollar kelib chiqadi. Masalan, ma bir ot bo'lsa, ma chavandoz, ma ro'yitimizda ma badan. Bu ot minib ketib bordi chavandoz bu otni. Bu to'g'ri, chunki ma chavandoz ma badanni yetaklab mangdi. Agar navodi kerak bu manda bo'lib qolsa, ya'ni chavandoz ostida ot ustida bo'lib manda minib qolsa, bu xato bo'ldi. U chaqda badan chavandozni holsizlantirib yoki bo'lmasa ig'ir darajada yorlantirishi mumkin. Shunga biz o'zimizning ehtiyojlarning zodi ibtidoiy mendan kilovatamdo, prinsipmanda kilovatamdo, qaysi ehtiyojlarimiz to'g'ri, buni cho'qim to'g'ri yetaklab, to'g'ri tushunib menishimiz kerak. Mesela men bir misal ko'rsam, akuraytlarni misal qilsam, akuraytlarning hikoyasida mesela ayıpran keşif qilgan. Bular asli padişem. Bir kuni bu dadisidan padi beqib ketib qolgan vaqtda tuyuqsiz turnalarni ko'rib qoladi. Bular so'raydi dadisidan, dada turnalar ketib bordi deganda, dadisi bu bolalarga turna jannat ketib bordi balam deb qo'ygan. Shunda vaqtda bu bolalar nima degan desa, unda bu turnalar opam bayaga bordi ekan-ku degan. Dadisi to'g'ri opamning bayaga bordi deb qo'ygan xolos. Endi akuraytlarning mushu vaqtdagi huzurman nimasi opsini ko'rash. Chunki opsini ko'rashmi huzur. Unda prinsipman nim qildi desa, sen ko'ranmaysan. Mumkin emas, sen ucholmaysan, sen unda qilsang bo'lmaydi dedi. Ammo akuraytlar bo'lmaydi bu yashadimi yoki mushu huzurmanni qondirman dedimi? Albatta bular hargiz buningga prinsipmanga bo'ysunmadi. Uchalaydiganlikqa cho'nqir ishindi. Endi bularning uchiq bo'lgan intilish nerdan kelgansa, onasini kurashga bo'lgan ehtiyojdan kelgan. Onasini kurashga bo'lgan bu xil ehtiyoji dal shu vaqtda, padishki vaqtida, ya'ni balliq vaqtida yo'qolib ketgan bo'lsa, yo'qolib ketmagan, balki yushrin ongda saqlangan. Uchiman, hamon bir kun uchiman deb. Nimish qalsa onasi ko'rishga ehtiyoji yuqori. Shundan bular cho'ng bo'ldi. Buning uchiqi bo'lgan orzusi eng oxirida bularni mexaniklikdan odamning o'ylashqimi, yasash u yoqda tursin, o'ylashqim jur'at qilolmagan, aeroplan yasashiga sabab bo'lib qolgan. Shunga biz ba'zida bolalarning bu xil ibtidoiy orzularini hargiz butunlay cheklab etsak bo'lmaydi. Balkim u akuraytlar qanot qeqib tushamagan bilan biroq ular uchalaydigan ayıplan yasadi. Demak, ba'zi bolalarning ashunday ibtidoiy orzulari eng oxirida ularni g'oyat zo'r muvaffaqiyatga boshlab bordi. Endi men sizlarga so'zlab, buni hozir so'zlab turganim nima degan vaqtda, normal sharoit ostida men bayatimda marhum maskalarda yashaydi, u ibtidoiy holatini yushirdi dedi. Unda esa ibtidoiy holatini yushirish uchun boshqa ish ifodalash kerak. Chunki ibtidoiy menning chiqargan har bir ehtiyojning o'zi bir energiya. Bu yo'q qilib o'tmaydi buni. Faqat burmilib o'tadi, boshqa yoq urib o'tadi yoki o'zgartirib o'tish mumkin. Unda bo'lsa mush orqali odam o'zining aslidagi holatini yushirib qoladi. Mana boshqa aytgan maskalarni taqab yashaydi. Unda men tuanda sizlarga odamlar ko'p ishlatgan 5 xil maskani tushuntirib manaman.
Muş 5 xil usulni bilib olganda sizning o'zing aloqa qilayotgan odamlarga bo'lgan tushunchanglar, eng muhimi o'zingga bo'lgan tushunchanglar eshib bordi. Bu xil 5 xil niqob yoki 5 xil mudofaa mexanizmi deb qo'yamiz. Qaysi esa subul masiyalash, yo'tkash, proksiyalash, inkor qilish, ta'tir ifodalash. Ammo subul masiyalash degan nima esa, subul masiyalash deganimiz o'zidagi ba'zi xiyollarni, energiyalarni, mayli g'azab bo'lsin yoki muhabbet bo'lsin, uni boshqa yoqqa yo'tkitish. Masalan, akroitlarning onasini sig'inishga bo'lgan bir xil kuchliq ehtiyoji, onasini ko'rishga bo'lgan ehtiyoji. U ko'rolmaydi onasini. U mumkin emasda. Prinsipman uni dedi-da, sen onani ko'rolmaysan dedi. Ammo u onani ko'raman dedi. Unda reallik demen qanday qildi? Buni boshqa bir sohaga yo'tkib etdi. Ya'ni u bo'lsa-mu, uchiqqa bo'lgan qizg'inlikqa, ayirtma yasashga o'tkazib yetdi. Yakomis men unda tushundiray. Men sizlar gap talashib qoldim. Siz menni kuchliq, siz meni tilidingiz. Meni shunda ochig'im keldi. Men sizni berib urmoqchi bo'ldim. Biroq men uranmayman. Nima ish qildingiz? Siz cho'ng, kuchliq. Bunda vaqtida men qanday qilishim kerak? Men shunda o'g'im keldi, biroq siz qarasam cho'ng. O'g'im keldi, biroq siz qarasam turib qoldim. Unda esa bu energiya shekli. Bu energiyani nega gapirma? Balki men darhol uyga berib ma'lum kitoblarni yetib etishim mumkin. Yoki kirjib turaverishim mumkin. Yoki bo'lmasa tam usutishim mumkin. Ishqilib bu energiyani men ma'lum bir nuqtaga taqoqlashtirib yetaman. Masalan, dunyoda dangliq Picasso'ning dangliq ressam bo'lib ketishga sabab nima degan vaqtda bu bir umr hech qanday ayol zoti bilan to'y qilmagan. Demak, buning u ayollar qiziqmamdi, qiziqdi. U mu yaxshi ko'rgan. Ammo uning yosh vaqtida ma'lum bir qiz tarafidan rad bo'linib ketishi, butunlay bir xil kuchliq bir xil azob shakllangan. Bu azob nimaga ko'chib ketgan eng oxirida desa, rassomlikqa ko'chib ketgan. Shu buning rasmlarda bir xil kuchliq azob, bir xil kuchliq hissiyotni ifodalash shaklinib chiqadi. Demak, bu xil usulni biz nima deymiz desa, subul masiyalash usuli deb qaraymiz. Subul masiyalash usuli, yo'tkash usuli, subul masiyalash usuli o'xshaydi. Biroq yo'tkash usulining bir farqi bu ma'lum odamdan yoki o'zining kelganlik ma'lum mayli pasmi yoki aktiv kuchliq ehtiyojlarni yana bir odamga, ojiz bir obyektga yo'tkaydi. Masalan, buni qanday o'ylaymiz degan vaqtda bayatdan qism deylik. Bir bala yoki bir odam shirkatida yoki xizmat o'rnida o'zining nima qo'yamiz boshliqi yoki xo'jayindan tilishdi. Demak, bu tilishgan vaqtda uningdimi bir xil o'zini bearomlik paydo bo'ldi. Ibtidoiy men bu bearomlikdan şey uchun senmi tilla, senmi gap yandu, senmi uningga nim degan bo'lsa, nima ish qilgan bo'lsa yondirib deb deydi ibtidoiy men. Ammo prinsip men nima deydi bo'lsa, yo'q, bunda qilsang bo'lmaydi, o'zini xo'jayining agar shunday qilsang, sen xizmatdan qolsang va kazalar orqali buni tusidi. Unda bu qanday qilish mumkin? Bu balkim buni sal bexatar bir obyektga yetkish mumkin. Kimga yetkish mumkin desa, balkim uyga kirib ayoli bilan so'qish mumkin yoki ayolini tillab qo'yish mumkin yoki ayolni. Agar ayol bo'lmasa, bolalarni tillab qo'yish mumkin. Agar bu ayolni tilladi, ayol ochiqlandi, ayoli yo'ldishiga gap yandiramadi, chunki yo'ldishida prinsip men uni tusidi, sen unda qilsang olmaydi degan kuchlik bir nimda. Unda siz ana qanday qilsa, ana balkim balini tillab qo'yish mumkin yoki balini urib qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa o'ylarni supurib xizmat qilib u ochiqni taqtish mumkin. Demak, yo'tkash usuli qanday narsa? Yo'tkash usuli ma'lum bir ochiq energiyani yoki ma'lum bir g'azabni yoki ma'lum bir ishtiyoqni ma'lum odam chiqarmagan vaqtda uni boshqa bir odamga yo'tkib etish usulini deymiz. Masalan, ba'zi yoshlar odatda maktab bitgandan keyin yoki ma'lum bir yosh mazgil kelganda ota-onalar urushadi. Ota-onasi nima desa uning gap yandirdi. Uni desimlar, unim desimi qaydaydi degandek batnaydi. Bunda vaqt ota-onalar bolalar nima ish berganini bilmay qoldi. Amaliyotda bolalarning bu xil nima ota-onasiga bo'lgan bu xillikqa nima deb qo'yamiz, qarshi psixikasiyadan shakllangansa, bu bolaning jamiyatda yoki muhabbet ishlarida yoki o'zini xizmat ishlarida ma'lum o'ngishlikni uchraganligini darak berdi. Yoshlar jamiyatda ma'lum o'ngishlik uchragan vaqtda bu o'ngishlikni bevosita shu manbaga bevosita chiqarolmaydi. Nima chiqardisa, uningga bexatar bo'lgan obyekt. Uningga shu vaqt eng bexatar obyekt nimasi? Ota-ona. Ota-onaga buni chiqarib ifodalaydi. Shunga ota-onalar bolalarining mushkul holatini o'ylagan vaqtda hargiz buni ko'ngli qilib kesolmaydi. Buni cho'qim to'g'ri tushunib, bolasining shu vaqt ro'y kayfiyatining nacharligi, uning ma'lum bir ishda o'ngishsizlik uchrayotganligini bila olamiz. Ba'zi xushal kayfiyat bo'ladi. Masalan,
ma'lum bir qiz deylik, ma'lum bir qiz o'zining to'y qilmoqchi bo'lgan yigitidan yaxshi bir gaplarni angladi. Bu qiz nihoyat xush bo'lib ketdi. Xush bo'lib ketib, bu o'zining bu to'y qilmoqchi bo'lgan bolaga o'zining xushalligini ifodalamadi. Chunki buni yushirdi ko'pincha ahvolda. Bu qizga bu xushallikni qanday ifodalash mumkinsa, uyga borib yaxshiroq tomoq yeyib mumkin. yoki bo'lmasa opsiga yaxshi muomala qilish mumkin. Endi buni opsiga yaxshi muomala qilish, tuyuq yaxshi tomoqlarni yetib ketish haqiqatan shu narsa uchun emas, undaq emas. Balkim ani ifodalamay turib, ma'noga ko'chmalar ifodalashdan darak berdi. Uchinchisi qaysi esa proksiyalash usuli. Ham proksiyalash usuli degan qanday desa, bu xil usulda odatda yüzdeki xiyalını bivas ifadalamasdan başqalar orqali ifodalash. Masalan, 8 yoshli bir bola karton film ko'rgisi kelib ketdi. Ota-onasi boshqa bir xabar film ko'radi yoki kino ko'rayotdi. Biroq bu 8 yoshli bola shu vaqtda karton film qo'ydig'ini biladi. Uning darhol mening karton film ko'rgim bor deydi. Biroq bu 8 yoshli bolada azroq logik shakllandi. Unda desa ota-onasining xapulayligini biladi. Unda bu 8 yoshli bola qanday qilish mumkinsa, darhol o'zining inisiga döngib, mening inimning karton film ko'rgisi bor ekan, mushning karton film ko'rgisi bor deb, o'zining asli ko'rgisi bor narsani qarshi tarafga o'tkazadi. Yo'qimiz ba'zilarning qo'sqin ochqando degan gapni anglaymiz. Ammo uning qo'sqin ochqando degani nimani ifodalaydi desa, mening qo'sqim ochdi deganni ifodalaydi. Yoki ba'zida ubrniga boramsa deb so'raydi. Ubrniga boramsan yoki ubrniga bordingmi deganning o'zi nimasi? Mening ubrniga borgim keldi deganni ifodalaydi. Shunga bu xil proksiyalash usulini qanday narsasi o'zidagi bir xil hissiyotlarni boshqalarga döngeç orqali boshlarning vujudidan tepish. Masalan, ba'zi ayollarning yo'ldoshiga qo'shnimiz palani uzib qopti deyish mumkin. Undan sonra yoldaşı bu vaqt nimda javob berish mumkinsa, siz haqning shular nima qaring deyish mumkin. Amaliyotda bu ayolning qo'shnimiz uzib qopti yoki qo'shnimiz menda qilibdi degani amaliyotda mening ashunda qiyg'im bor demoqchi. Buni nimaga döngaydi degan vaqtda darhol yoki bo'lmasa bu ayolning tomoq etkisi kelmay qoldi. Talada o'zini isteb qoldi. Bunda vaqtda bu ayol hargizmi mening tomoq yeyim kelib qoldi talada demaydi. Nima deyish mumkinsa, "Ma balaning bugun talada tomoq yeyib kelib qoldi. Ballık bir talada kavap bulamdı, ma'lum narsa apasi qandaq deb ifodalaydi." Amaliyotda bu kimning xiyoli degan vaqtda amaliyotda onaning xiyoli hisoblanadi. Shu proksiyalash usuli nimasi? O'zidagi bu xil hissiyotlarni darhol kimlarga yetkazish degan vaqtda bolalarga yetkazish hisoblanadi. Ammo proksiyalashning yana bir usuli yuziga proksiyalash, ichki proksiyalash. Ichki proksiyalash degani nima? Deganda siz masalan ma'lum narsaga erishmoqchi, biroq uning erishamadingiz. Talab borda, ashunga erishganingiz bor. Ammo uning ma'lumotini erishmayapsiz. Bunda vaqtda qanday qilishingiz mumkin desa, o'sha narsaga erishgan bo'lib o'tishingiz mumkin. Masalan, ba'zilar yolg'onchilik shunday keldi. Masalan, birisi televizor ko'rib dengiz bo'yini ko'rdi. Uning dengiz bo'yi shunday pag'as keldi. Biroq u dengiz bo'yi borolmadi. Bu vaqtda u nima deyish mumkinsa, men palani vaqtda kichik vaqtimda dengizga borgan, anda qilgan, bizning o'yidagi meni u yerga borgan, bu yerga borgan deb, oxir o'zining xiyolini o'tmishga reallik aylantirish orqali qanoatlantirdi. Biz buni yüzüge proksiyalash deb ataymiz. To'rtinchisi qaysi esa inkor qilish. Bu bunday qilgan vaqtda qo'l yetmagan shaptollar deb qo'yamiz, ochiq deydigan bundaq bir xil nimaga tushadi. Nurg'a odamlar o'zi erishmoqchi bo'lgan, erishamagan bo'lsa ma'lum narsani, o'zi erishamagan narsani inkor qilib, uning nachar yerlarini deyish orqali buningni qutlib chiqish mumkin. Masalan, bir odamning tuyuqsiz bir xil televizor ağız kelib qoldi. Biroq bu televizorni ololmadi. U vaqt bunda qanday qilish mumkinsa, bu televizor mandaq nachar, andaq nachar, bu televizorning mandayir bo'lmay, yoki tok sarfiyati ko'p deb mandaq holatda bu televizorni inkor qilish orqali qutulish mumkin. Yoki ba'zi yoshlarning masalan yoshlarda ko'p ishlaydi bu. Yoshlar o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani inkor qilishga nihoyat usul bo'ldi. Yoki bo'lmasa ma'lum ishni qilishga jur'at qilolmaydi. Nimishga jur'at qilolmaydi desa, uningda rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Rad bo'lib ketishdan ansirganlik uchun u qanday qildisa, u erishmoqchi bo'lgan narsani yaxshi ko'rmas bo'lib qoldi. Masalan, bir yosh bola ma'lum bir qiz bolani yaxshi ko'rdi. Ammo uning oldiga berib dodil deyemas mumkin. Nimish deyemaydi desa, u qiz tarafidan rad
bo'lib ketishdan ansiraydi. Odam badani bundaq rad bo'lishdan intayin bir xil qo'rqidi. Shung bu bola nima deyish mumkin desa, men o'qizal qiziqmayman deblam, uni inkor qilish orqali aql hissiyotini ifodalash mumkin. Biz buni odatda inkor qilish deymiz. Endi yoshlardagi bu xil holat intayin bir xil xato holat hisoblanadi. Chunki odamning ma'lum narsadan rad qilinishdan qo'rqishning o'zi bu odamni intayin passiv holatga tushirib qo'ydi. U hech qanday ishga jur'at qila olmaydi. Nurg'un ishlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Nurg'un ishlarga ehtiyoj yo'qdek ko'rinib oladi. Bu nimani keltirib chiqardi? Nimish qundaq bo'ldisa, u ashundan mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqaydi. Mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqgan vaqtda uni yaxshi ko'rmas bo'ldi. Yoki masalan boshlang'ich yoki o'rta maktabdan bolalarni o'ylasak bo'ldi. O'rta maktabda ba'zi bolalar matematikani yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Chunki matematika o'rgansimi, o'rganmasligidan, matematikani o'rganibmi, bilinmasligidan ansiraydi. Bunda vaqtda bu qanday qilish mumkinsa, matematikani yaxshi ko'rmaydigan, matematika xushi yo'q holatga kirivilish orqali o'zining aql hissiyotini yushirish mumkin. Bu qanday xarakterni keltirib chiqardisa, odam bir xil jur'atsizlikni keltirib chiqardi. Masalan, dağlıq faylasufning Demokritning mundaq bir qisqarlik hikoyasi bo'lgan. U har kun et deganda qo'pab, haykaldan pul so'ragan. Pul va deb. Kishilar bundan har xil qiziqib qolgan. Qo'shni so'rgan, "Siz bu haykaldan nima deb pul so'raysiz?" degan vaqtda Demokrat, "Chunki men o'zimni rad qilinishga ko'ndiryapman" degan. Demak, odamning boshqalar tarafidan yoki reallik tarafidan yoki orzular tarafidan rad qilinishning o'zi amaliyotda odamga intan foydali bo'lgan vitamin hisoblanadi. Biz qancha kishilardan rad bo'lgan sari rad qilinishning unchalar cho'ng ish emasligini yoki uning qo'rqinish emasligini his qilamiz. Bunda bo'lgan vaqtda bo'lsa har qanday ishga jur'at qilishga urindigan gap. Bu har qanday bir yoshlar yetilish tegishli bir xil xarakter. Kim rad qilinishdan ansirgan sari uning jur'atsizlik passivlik kelib chiqadi. Unda 5-chi ta'tir ifodalash. Ta'tir ifodalash degan qanday desa, bir odamning ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Bir vaqtda ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Ikki xil hissiyotning birisi kuchli, birisi ojiz. Bunda vaqtda odam qaysi ifodalaydi desa, kuchli haqiqiy hissiyotni ifodalamay, ozroq hissiyotni ifodalaydi. Masalan, ikki do'st var masalan, mashkan do'stda. Bu ishkanlarning shilni birisi ma'lum intamı qatnash, aspirantlik deb turayli, aspirantlikqa qatnashdi. Yan bir siz aspirantlik qatnashmadingiz. Endi bu yaqin do'st. Yaqin do'stlar orasida hargizmi qarshi tarafning o'zining do'stining uningdan bek olqib taraqib ketishni xohlab ketmaydi, ko'rmaydi. Undaq bo'lishini ko'rmaydi. Bu hargizmi uning nachar do'stlik emas, uning psixologiyasi. U albatta beyaramlik bo'ldi. Chunki ular birga cho'ng bo'lgan do'sti, birisi intam berib, uning o'tib ketsa, bu qiz uning bamisa. U chaqda qandaq kayfiyat paydo bo'lsa, ma qiz chuqur beyaramlik paydo. Bu bizning to'g'ri tushunishga olmaydi. Undasa bu qiza sizda masalan o'zingizning do'stingiz nisbatan ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Birisi do'stingizning o'tolmasligini umid qilasiz. Shu kuni uxlab kelishini umid qilasiz. yoki shu kuni imtihon kuni psixolog sunib ketishini umid qilasiz. Chunki sizda beyaramlik tuyg'u shu vaqt hal bo'ldi. Yana bir xil tuyg'ungiz nimasi? Prinsipman dedi, bu sizning do'sting. Sen o'tib kelsan xo'sh bo'lishing kerak, do'stiga mundaq bo'lish kerak dedi. Bu hissiyotingizmi bor? O'tib ketishni mi xohlaysiz? O'tolmasligini mi xohlaysiz? Ammo sizning uni o'tolmasligini xohlashingiz bir qadar kuchli bo'ldi. O'tishni xohlasangiz ojiz bo'ldi. Bunda vaqt qaysini ko'tarib chiqishingiz mumkinsa, darhol ojizni ifodalaysiz. Adash chuqummish insonni o'tib ketang, hargiz uxlab qolmang yoki hargiz kutmaslik ketmasin deyish orqali qarshi tarafga ojizni ifodalab chiqishingiz mumkin. Yoki ba'zi ayollar bor. Masalan bu turmushda har xil ishlar tufayli uning yo'l dishi masalan, ma'lum bir xatolik sodir qilib, bu ayolning ko'ngliga tegadigan bir ishni sodir qildi. Unda bu ayol ish qil xiyol mavjud bo'ldi. Birisi yo'l dishni bek yaxshi ko'rdi. Bu turmushning buzilib ketishi xohlamaydi. Yana birisi yo'l dishning bu xil qilgan ishiga nisbatan norozi. Unda bu ayolda ikki xil ko'z qarash tangli mavjud bo'ldi. Uyini saqlab qilish, yana birisi buningdan oyilish, ya'ni buningdan ojiz orqali buni bir taraf qilish. Unda ayollar bu ikkisining qaysi kuchli bo'ldiysa, yanla agar uyni tutib turish, yanla yo'ldishiga bo'lgan umidi kuchli, ya'ni mushu uyni mayli, men yanla yo'ldishini yaxshi ko'rmamiş, uyni tutib turman degan idis kuchli. Ojizman degan ojiz. Unda bu vaqtda ayollar qaysi ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, men ojizman deb turish mumkin. Endi bu ayolning ichki chiqib chiqsaq, asli kuchli idis ko'z qarash nimasi? Hargiz ajrashmaslik. Bunda vaqtda u kuchli qilgan, mening yanla ajrashqim yo'q, men yanlam bu o'yini sizni yanlam kechirib o'talayman yoki mening orzuyim ma'ni ifodalamay kuchliqni. Nima ifodalash mumkinsa, ojizni ifodalaydi.
Yani şuna biz bazı vaqtlarda nurg'un ahvollarni qarasak, kishilarning degan gapi amaliyot uning aslidagi hissiyat bo'lmasdan qarshi hissiyat hisoblanadi. Masalan, bir qizning ikki do'sti, ya'ni ikki do'stni misol qilaylik, birisining ko'ngli shundoq yerim bo'ldi. Endi ma do'stida ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Bu birisi uning ko'nglining yerim bo'lgani, ya'ni do'stining kelishmas kuchligini uningda yaxshi tuyg'u paydo qildi. Bu odamning o'zining tabiiy ashunda xarakteri. Yan birisi bo'lsa, u do'stining undoq bo'lib qolishni xohlamaydi. Ammo buni xohlamaydigini, undoq bo'lib qolish xohlamaslik sal ojiz. Uning undoq bo'lib qolganini ko'rish sal kuchli bo'ladi. Undoq bu qaysini ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, do'stining bundoq bo'lib qolgandan o'zining ko'ngli yerim bo'lganda uning tasalli berishi mumkin. Ammo buni sizlar hargizmi u mening xato do'stim ekan, u men mushunda qilvasammi, mushunda o'ylabdi deb o'ylasangiz bo'lmaydi. Bu odamning psixikasi. Mana mushun tushungan vaqtda bir narsa borlik keldi. Nimasi? Kishilarni kechirish. Kishilarni kechirish odam o'zini majburlaydigan bir xil xarakter emas. U psixikini o'rgangan holda tabiiy kishilarni kechirib oladigan bo'ldi. Faqat kishilarni kechirib etgan vaqtda nim shakllandi bo'lsa, ondan uningda bir xil ro'yi yeniklik paydo bo'ldi. O'tgan men bir qiz bilan paranglashib qoldim. Bu qiz o'zining eng yaqin do'sti bilan 10 yildek gap qilishmabdi. Shundoq yaqin do'st ekan. Bu 10 yil jarayonida bu qizning psixikasi eg'ir darajada chatoq chiqdi. Hatto gap so'zlar eg'ib ketadigan, diqqat chechildigan, asliyenmeydigan, tulujig'laydigan bo'lib qolgan. Eng oxiri bu qizni men psixoanaliz qilsam, aslidagi do'stini intan yaxshi ko'rdim. Biroq kechirib yetmagan. Buni kechirib yetish qandoqdir bir odam zo'rlaydigan narsa emas. Bo'ptilar, sen uni kechirib et deganga bir odam kechirib yetmaydi. Ammo biz ma'qul psixikini, ya'ni odamning aslidagi holatining aslidagi psixikasining mushunda tuzilganligi, u qandoqdir uning nachar odam ekanligi emas, psixikasini shunda bo'lganligini tushunsak, biz kishilarni tabiiyla kechirib olamiz. Demek, bugungi darsimizda biz mana 5 xil usul orqali odamlar o'zining asli holatini ifodalashni o'rgandik. Agar mushuni biz yaxshi tushunib olsak, nurg'un vaqtlarda bizning psixikimizning sog'lomlashishiga foyda bor. Unda olsa darsimiz mushada oyoqlashdi. Tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz Muallim şu sublimatsiyalash bilan yo'tkash ikkisining farqi to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsa. Sublimatsiyalashdan yo'tkash amaliyoti bir-birisiga o'xshab qoldi. Buni menda tushuntiray masalan, siz mening ochig'imni keltirdingiz. Men turks qalamni otqim keldi. Biroq qarsam, siz kuchliq. Men qo'rqdim, yoki men hisobdan otammidim. Endi buni atanmaganligim uchun men qanday qilish bu energiya keldi-da bu. Kelgandan keyin men balkim bu qalamni yeyib o'tishim mumkin. Yoki uyga berib muzdek doğuşu yetişim mümkün. Yakumuz tuyg'usi şiirlarni ezib ketishim mümkün. Degandek, maynergan boshqa sohaga qaytayapmanda. Bu nimada direkt berdi degan vaqtda nurg'ulg'an muvaffaqiyat qozonganlarni ko'rsak, amaliyoti bularning balliq davrini o'ylasak, balliq davrida cho'qim bularda meyli bayatın akroitlarni tilg'agandek bir xil musbat bir xil aşındaq anısını sevginishdek musbat bir xil hissiyat paydo bo'lganlik tufayli bu bular uftiqazlanib ketadi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir g'azab tufayli uftiqazlanib ketadi. Masalan bir kuchliq ayol deb qo'yimizga, muvaffaqiyatchi ayolning oqida bir razil qo'l bor deydigan gap bor. Bu nimadan tushuntirilsa, bu ayollar nimish tuyuqsiz uftiq qazanib ketishi mumkin. Balkim uning oil turmushida u ma'lum bir azob uchragan vaqtda buni shu odam chiqarmasdan o'zini jamiyatda aktivlashtirish, ifodalash orqali, ashning yoki o'sib qo'yish orqali energiyani boshqa narsaga taqib maqli hisoblaydi. Shunga bu xil narsaning o'zimi odamda ba'zida turtkilik nima o'taydi degan vaqtda bir xil turtkilik ijobiy funksiyasi bor, ijobiy roli bor. Albatta buning salbiy tarafi bor. Masalan, kichik vaqtida ota-onasining diqqatiga erishishga to'liq muyassar bo'lmagan bola qanday qilish mumkinsa, keyin jamiyatda ma'lum bir yomon ishni qilish mumkin. Chunki yomon ish qilgan vaqtda jamiyat to'pi, jamoat to'pi uning diqqat qilishga boshlaydi. Balkim shu diqqatni to'liqlayman deb, ya'ni onasidan, ota-onasidan olinmagan shu diqqatni jamiyat to'pidan olaman deb balkim jinoyat yo'liga tushib ketish mumkin. Chunki shu xil usulda jamiyat uning diqqat qiladi. Shunga bu xil sublimatsiyalash usulini ham aktiv ham passiv shaklda bo'ldi. Siz yo'q.
Ya siz. Yaxshimisiz Ali molim? Men so'rab baqsam, shu so'zlayotgan energiya biz ham hisobda to'liq o'tirdi bir qitim uchrashganmiz energiya degan so'z bilan. Endi sizning mush darsingiz so'zlayotgan energiya degan so'z bilan bizning mush to'liq o'tirdi deyilgan energiya o'xshashmi yoki sizning bu energiyangiz ma'lum bir shakldagi o'xshatish yoki bir xil simul xarakteriga egami? Bu yaxshi bir savol bo'ldi. Ham bizning bu yer da'vatgan hissiyot energiyalarimizning hammasi amaliyotdagi fizikadagi energiya bilan hech qanday farq bo'lmaydi. Sigmund Freud bu nazariyani deyishdan burun Bruk va Mayner qatorliq biologiyashunoslarning ta'sir ushtirgan. Masalan, o ifodalaganda mundaq bir narsa ifodalagan. Ya'ni bir sirtqi g'idiqlanish, masalan, odamda har qanday vaqtda bir g'idiqlanish mavjud bo'ldi. Masalan, kuchliq nur kelgan bo'lsa bizga, bu g'idiqlanish, biz buningdan o'zimiz olib qocha olamiz. Ammo ichimizdan bir kuchliq g'idiqlanish kelgan, biz buni olib qocha olmaymiz. Chunki olib qochimiz degan sir bu bizni soyga o'xshab bizga agish bo'ladi-da. Unda o'z bu g'idiqlanish yoki bo'lmasa hissiyotdagi bu xil talablar. Masalan, ochiqni deylik. Ochiqlarning hammasini bir g'idiqlig'ish desak, bu odamda bir xil bearamlik tuyg'u paydo qildi. Ammo bu bearamlik tuyg'uning o'zi bizning nerva hujayralarining ichidagi eng kichik birlik neyron deb ataymiz. Men neyron deb atsak, neyron signal berdi. Sen bearam bo'lding deydi. Ammo bu bearam bo'lding degan vaqtda bu bir buning darajasi, bu energiyaning darajasi, bearamlik darajasi. Mushu neyronni partib chiqarishga, ya'ni yan bir neyron bilan sinaps yasashga yetarli bo'lmasa, yerim to'lab qolgan bo'lsa, masalan, shar. Bu shar partilmaydi, harakat paydo bo'lmaydi. Masalan, siz isib ketdingiz, isib ketdingiz, ammo bek isib ketmadingiz. Turiverdingiz. Isib ketdingiz, yana isib ketdingiz, yana isib ketdingiz. O'yin temperatur o'rlidi. Ma'lum nuqtaga borgancha chuqum chapan selaysiz. Demak, ishdan bo'lgan bearamlik dastlabki ojiz bo'lganlik uchun, men ojizroqda men neyronni partib chiqaramadi, harakat paydo qilamadi. Ammo keyin ma'lum nuqtaga borgan vaqt shu degan vaqtda neyronlar to'liq to'shgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'ular, g'idiqlanishlar bevosita harakat shakllanib chopiningizni sog'izdi. Yoki bo'lmasa biz gap tashlayapmiz. Azroq ochig'ingiz keldi. Ammo gap qilmadingiz. Chunki o g'idiqlanish, ya'ni sizning ochiqdan kelgan bearamlik tuyg'ungiz texe neyronda to'liq portlash hosil qilib, yan bir neyronda sinaps yasab bo'lanmaydi. Ammo yana ochig'ingiz keldi, gap tagishiverdi. Eng oxirida bu xil sizdagi bearamlik nimani paydo qildisa, neyronni darhol portlatib etgan vaqtda siz o'rningizni qo'pab ketdingiz, yoki bo'lmasa mening oldimga yugurib keldingiz. Demak, sizdagi bearamlik sizning harakat paydo qildi. Shunga bu xil hissiyotlarning hammasini biz energiya deyishimiz, amaliyotda bu fizikadagi energiyalar hech qanday farq yo'q. Chunki energiyaning har qanday borliqdan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan borliq kelmaydi. U bir xil shakldan bir xil shakl o'zgarib bo'lgan. Demak, hissiyot talab energiyalarım hargiz yo'qolib ketmaydi. U ma'lum usuldan ma'lum usulga, yoki ma'lum usuldan ma'lum usulga. Ham binaural psixik qanday bo'lsa, o'ziga yondiradiganlar bo'ldi. Biz hech nimani ifodalayolmaydigan, hech qanday narsani ifodalamaganda oqiga yenib ketadi. Bunday odamlar nim paydo bo'ldi desa, o'zini vayron qilish paydo bo'ldi. Erlar, men bayatım dedim, libido, ya'ni jinsiy energiya dedik. Erlarning shunga ma'lum bir xil qiziqish bilan shug'ullanishi bek muhim. Yoki bo'lmasa u uy ishlari bilan, yoki kitob o'qish bilan, yoki so'z etishlar bilan ishqilib bu erning diqqatini ma'lum bir soha chuqum qamallab turish kerak. Agar buni qiziqtirgan hech qanday soha bo'lmasa deganda men bayatim libido dedim. Ya'ni uninglik bir xil jinsiy energiya nimaga boshlab bordi desa, bayatim degandek u balkim yo'tkash usulini ishlatib, ba'zi axloqiga yot bo'lgan ba'zi ishlar bilan shug'ullanib ketish mumkin. Shunga erlarning bir umr ma'lum bir kuchli holda o'zining aslidagi odamiylik bir maqsadini tepish uchun to'xtamay tirishib, o'zining egalarini cho'qim ma'lum bir sog'lom bo'lgan sohaga yo'tkizilishi bu bek muhim. Agar shunday qila olsa, uning utuq qozonish bo'ldi. U qimmischi bo'lsa, uning hech qanday qildigan ish bo'lmasa, bakaj bo'lsa, uning hech qanday qiziqish bo'lmasa, bu energiyani u albatta xato usulda bir taraf qildi. Buningga cho'qim keyin bek diqqat qilish kerak. Buldu onda olsa bugungi darsimiz mushayish bo'lsin. Anglab berganingiz rahmat. Xo'sh.